Ha? Yolg'iz bo'lganimizdan kim Yolg'iz sherigingiz yo'qmi sizni? Men bu haykallarning ham sherigi bor, sizni sherigingiz bilmadim. Men bo'laymi? Mayli. Yo'q, unda telefoningiz menga tekinga o'tishga to'g'ri kelib qoladi-da. Yo'q. Unda menga olishingizga to'g'ri kelib qoladi. Nimani? Men simgami? Men simga oldim lekin. Kodi nechi buni? 0. Ismingiz nima hozir? To'xtang. Endi aytmoqchi edim, Dinarachikammi deb. Xo'p, buni sherigi bormi chiqib? 75 ga 256 talik. Buni sherigini juftini topsiz o'zingiznikini hali ham topa olmayapsiz. O'shada qidiryapman. Shu yerda-yu. Bo'ldi telefoningiz $150. 1,5 ming deyapsizmi? $150. Quloqlaringiz eshitmay qolyapti. Men ovozlarimni yomon sehrli. Qarang, bo'pti, seryozni dangalini ayting, lekin palon puldan keladigan bo'lsangiz, seryozni gaplashmaymiz. Bo'pti, qarang, dangal gapiraman. 550 ayting. Nech pul? 14 Pro gami? 75 yo'nkisgami? Voy. Voy, egasiga o'xshab qimmatda. Yo, egasi bebaho lekin. Egasi bebaho. Bu telefoningiz 550 ga qimmat lekin. Seryozni. Egasi bilan keyin o'zimiz kelishamiz. Hozir telefonni kelishinglar. Men sizga qovotganimga bunga naborot 300 ga olishim kerak-ku. 400 olaman. Yo'q. 500 ga qimmat. Qimmat emas. Qimmatroq lekin Dinarachka. Yaxshi narx aytdim. Dinarachka qarang. 500 ga telefoningiz sal qimmatli qiladi. Chunki 75 korobka dokumenti bor do'st. 75 batareyka 14 Pro bu. Xo'p. Dangalini aytingmi? 450 beraman. Yo'qni keyin kelishamiz. Bo'pti, 17 max olmoqchiman. 17 max qilib berasizmi? Yo'qni keyin kelishamiz. Nima bo'ldi? 450 ga o'tadimi? Barakasini bersin. Xo'p.